Afsuski, O'zbekistonda yana bir yomon xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Namanganda Onix urib ketishi oqibatida yana bir yo'l patrul xizmati xodimi halok bo'ldi. Namangan viloyatida davolanish uchun borgan navoiylik yo'l patrul xizmati xodimi yo'l transport hodisasi oqibatida vafot etdi. Piyodalar yo'lagidan yo'lni kesib o'tayotgan xodimni tegishli hujjatlari bo'lmagan haydovchi Onix rusumli mashinada urib ketganligi xabar qilindi. Namanganda yo'l patrul xizmati xodimi yo'l transport hodisasi qurboni bo'lgan hamda voqea joyida halok bo'lgan. Bu haqda Kun.uz manbasi xabar berdi. Yo'l transport hodisasi 2025-yil 25-noyabr kuni kechki payt Namangan shahrida sodir bo'lgan. Navoiy viloyati ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi Doniyor Nurullayev yo'lni piyodalar yo'lagidan kesib o'tayotgan vaqtida uni Onix mashinasi urib ketgan. Onixni haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan yigit boshqarganligi aytilmoqda. Yo'l patrul xizmati xodimi og'ir tan jarohatlari olib voqea joyida vafot etgan. Ma'lum bo'lishicha, Doniyor Nurullayev Namangan shahriga davolanib, sog'lig'ini tiklash maqsadida borgan. Doniyor Nurullayevning vafoti Navoiyda janoza xabarlari berib boriladigan Telegram kanalida ham e'lon qilindi. Qayd etilishicha, 28 yoshli yo'l patrul xizmati xodimi 2 farzandning otasi bo'lgan. Namanganda bundan 4 kun oldin, ya'ni 21-noyabr kuni ham xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimi Onix avtomashinasi urib ketishi oqibatida halok bo'lganda, unda ham mashinani tegishli hujjatlari bo'lmagan haydovchi boshqarganligi e'lon qilingandi.